Bismillah, assalomu alaykum. 8 aprel adashim, ya 8 ya 9 aprel. Xudo xolasa. Gazetalarimizni olib kelyapmiz. Mana bular kecha kuyilib, bugun kelyapti mana Xudo xolasa. Bular 1-2 kunlik. Kecha kuyilib, bugun chiqqani. Ammo yip ekan bu. Yollagan ekansan, yip ekan bu. Ha. O'zimizda Leo brend yo'la bitta xudo xolasa. Endi kami bor, hozircha bittalarga tomil yopib olib, keyin yonlariga xudo xolasa. Inshaalloh. Yo'mizga hozir Bega kompressor-xona bo'lyapti-kan, xudo xolasa. Yakat yo'lxonada, kompressor-xonada ishda. Aniq to'shni bilolmaymiz biz ham. Xudo xolasa, bu yog'i ham o'zimizning gazavlotdan bo'lgan. Bu yerda salafan chiqadi. Xitoyliklar ishlashyapti. Chiqarida.